Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Toshkent Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha sifatli resmiy avtobus xizmatlari sizlar bilan yana bir bor Abdurahmon Ahmedov do'stlar. Kimda kim Toshkentdan Moskvaga, Moskvadan Toshkentga sifatli hamda arzon qulay avtobusda ketmoqchi bo'lsa, bemalol bexijolat aka ukalar Toshkent avtovokzali Sobrahimdan primoy reyslarimiz seshanba juma kunga hamda Kotelnik avtovokzalidan primoy reyslarimiz seshanba juma kunga Safar firmasidan arzon qulay avtobuslarda taklif qilamiz do'stlar. Bemalol telefon qilsanglar, bog'lansanglar bo'ladi. Mana hamyurtlarimiz ketyapti. Hozirda birma-bir so'rab o'tamiz. Akalar, xormanglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Kamchilik bo'ldimi? Yo'q, birorta bir jalba boshqa narsa bo'ldimi? Aytilgan summa, aytilgan holatda keldinglar, ketyapsizlarmi? Yolg'on bo'lmadimi akalar? Xormanglar akalar. Assalomu alaykum. Tinchmisiz? Qalay akam? Kamchilik yo'qmi? Jalbalar yo'qmi akalar? Mana ishonchli resmiy avtobus xizmatlari sizlar uchun Sankt-Peterburg shahridan ketadigan fuqarolarga ham tavsiya qilamiz. Hozirgi holatda manzillardan o'zimizning taksilarimiz bor, bemalol olib keladi, ketasizlar. Bemalol foydalansanglar bo'ladi aka-ukalar. Tanlovlardan adashmanglar, ishonchli resmiy avtobuslar sizlar uchun jigarlar.